Assalomu alaykum, xush kelibsizlar Umid Toshboy YouTube kanaliga. Hammalaringiz yaxshimi, zo'rmi? Mana bugungi videomiz syomkamiz bo'layapti. Qurilish ishlari bo'yicha. Bugun 14-may 2025-yil, haftaning chorshanba kuni. Mana keyin manzil Surxondaryo viloyati Uzun tumani Bobotoq sentrida. Mana shu adresda beton qo'ydik. Video syomka qilyapmiz. Mana keyin betonning holati. Qo'shilgan joylarimi? Qo'shilgan joylari mana ke pastda. Mana birinchisi qo'shilgan joyi, birinchi qatori. Va ikkinchisi. Mana keyin beton holati. Mana shu beton 9 metrga, uzunligi 18. Bir xil ustalar polni karabkani oladi, chekkasini. Bizda unaqa narsa yo'q. Birdaniga ulashib ketaveradi. Bizda karabka yo'q. Mana keyin apalapkan holati. Yangi komplekt arava bilan jiriladi. Mana bunisi 2 lik, narg'isi 1,5 lik. Mana bu 1 lik, bunisi 2 ta bo'rchak. Akalar, ukalar, mana shu videoning kommentariyasiga telefon nomeri qoldiramiz. Davron akaning telefon nomerini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kommentariyaga Davron aka tel nomer deb telefon nomer qoldiramiz. Murojaat uchun o'zimning shaxsiy telefon nomerim 95 lik kodi bilan 388 77 33. Videolar yoqsa bitta like, yoqmasa dislike va kommentariyada fikrlaringizni qoldirib ketishlaringiz mumkin. Telefon xizmatlari bo'lsa bemalol mana shu 77 33 nomerga, aytgan nomerga telefon qilaverasizlar. Akalar, ukalar, kommentariyaga karta nomer qoldirmayman ehson uchun deb. Mana shu videomiz sizlarning podrishkalaringiz bilan 880 tadan oshdik obunachi. Mana shu videomiz 850 ta like yig'sa, nasib Xudo xolasa o'zimning hisobimdan
bitta muhtoj oilaga bir xalta unda olib borib berishga va'da qilamiz. Va'da beraman. Bittadan layklarni bosib, kommentariyaga fikrlaringizni qoldirib ketingizlar.